o'sha Eto bilan tortishuv bo'lganini eslayman. Men o'zimni tilimda, u o'zini tilida hali so'kiyapti-da. Davay deb chiqasiz. Shunaqa chiqasizmi? Siz birinchi chiqishga o'rganib qolgansiz. Bugun yutishimiz kerak. Mana bunaqa haligi bir ikkita gaplarni aytardik. Keyin poylada shunaqa qarorlar qabul qilardi. Bratan, ты беги, я тебя найду dedi. Shuni olsangiz yutdingiz. A few moments later. Challenge yopiq. Hammaga assalomu alaykum. Yandex.Go va Allplay'dan butun mamlakat bir jamoa Odil Ahmedov bilan vlogining birinchi qismi. Yonimda Odil aka Ahmedov Va men bilan Doniyor taktika o'z. Birinchi qismni boshlaymiz. Kuzatib boringlar. Hali butun O'zbekistonni jahon chempionatigacha bo'lgan tayyorgarligi to'g'risida gaplashamiz va jahon chempionatida ham ikkalamiz birga bo'lamiz. Boshladik. Jahon chempionati oldidan Odil aka bilan Toshkentda 2 kun o'tkazdik. Chorsu bozorining mashhur xonimini yedik. O'zbek taomlari ichida eng zo'rini aniqladik va jahon chempionati kutilmalari haqida gaplashdik. Bu mavzuda hatto Xayrulla aka Hamidov suhbatini olishga ham erishdik. Qorinni to'yg'izib, Odil akaning ilk klubi maydoni Paxtakorda mehmon bo'ldik. Epizodni esa Ahmedov Junior maktabida futbol challengelari bilan tugatdik. Video oxirida sizni sovg'alar kutmoqda. Shuning uchun uni o'tkazib yubormang va kanalimizga ham obuna bo'lib qo'ying. Chorsu bozoriga oxirgi marta 2001-yil kelgan ekan. Yo'q, 2001-yil. 2001-yil kelgan ekan. Shu bilan mana endi shu bahona keldim. Men uchun ham qiziq bo'ladi hozir. Bilasizmi, baribir jahon chempionatida biz uchun bu tajriba bo'lishi kerak-da. Agar biz hozir natija uchun boradigan bo'lsak, natija uchun deb turib hozir hammaga jar soladigan bo'lsak, muxlislar shuni qabul qiladi. Qabul qiladi, ertaga u negativ yozadi yo bo'lmasa o'sha nimaga natija bo'lmadi degan savollar ko'payadi. Endi biz birinchi marta chiqyapmiz. Biz o'zimiz uchun ham yangilik bu. Yangilik. Biz har taraflama o'zimizni ijobiy taraflarini ko'rsatib berishimiz kerak. O'sha madaniyatimiz, o'zimiz yurish turishimiz, poyladagi o'sha jangchiligimiz, baribir qaysidir joyda tajriba borasida hozir tushgan terma jamoalardan tajriba borasida baribir yutqazamiz. Hozir Odil akaga bitta savol bergan edim. Umuman jahon chempionatidan kutilma qanaqa? Siz mana muxlis sifatida qanaqa kutilma? Kutilma yaxshi, endi chempion bo'lsa yaxshi-ku bizga, o'zimizga. Ya nima deb o'ylaysiz? Mana terma jamoamiz qaysi etapgacha borishi mumkin? Guruhdan chiqishni xohlaymiz. Undan yuqoriga xohlaymiz. Shunda endi. Sizni muxlis sifatida agar jamoa guruhdan chiqsa, ko'nglingiz to'yadi. Albatta. Albatta chempion bo'lsa undan yaxshi. Mana bu yoqda xonimcha opamiz bor. Har safar kelganda olamiz. Qarshi bo'lmasangiz. Assalomu alaykum. Esizdami opa? Qarang, kimni olib keldim? Taniysizmi bularni? Tanidim. Duo qiling, meni jiyanim. Ko'rsataman sizga. Bitta ko'ring, men jiyanimni aytaman. Mana hozir qarang, nima bo'ldi u bola, nima qilyapti. Voy. Duo qiling, bolam sizga o'xshasa. Mendan ham zo'r bo'lsin. Voy, qanday zo'r. Nasib. Shunaqa bo'lsin. Rahmat. Bizga bitta-bittadan soberasiz chiroyli qilib. Bolajonim. Umuman terma jamoa to'g'risida gaplashsak. Hozir terma jamoaning formasini jahon chempionati oldida o'zingiz qanaqa baholangan bo'lardingiz? Bolalarda kayfiyat, jismoniy tarafdan tayyorgarlik. Endi kayfiyat borasida gapiradigan bo'lsak, bu narsa menimcha Mana bola. Endi bitta uyat bo'ladi. Bitta qo'ysa uyat bo'ladi. Mana bolaga beramiz. Yashang. Kayfiyat borasida muammo bo'lishi kerak emas, chunki jahon chempionati bu aytayapman-ku, hech qanaqa ularni futbol tilida aytganimizda nastroy qilish ham shart emas. Ular o'zi jahon chempionati bular uchun juda katta motivatsiya. Bu narsadan muammo yo'q, lekin ayniqsa eng katta yo'qotish deb bilaman men Husniddin Aliqulov. Chunki agar himoyada ular o'sha Abduqodir bilan birga o'ynaganda himoyamiz ancha ishonchli bo'ladi. O'sha narsa men eng katta yo'qotish. O'sha murabbiylar bilan gaplashganimda ham shu narsadan juda xavotir oldi, qayg'urdi.
Chunki bugungi kunda bizda doimiy ravishda himoyada muammo bo'lgan bo'lsa, endi bugungi kunda shu agar Husniddin Aliqulov bilan Abduqodir Husanov bo'lganda, bu eng katta muammoning yechimi va juda ko'p komandaga bosh og'riq bo'ladi. Men hozir xonim yeb o'tiribmiz. Bu yerda shashlik turibdi. Ovqatlar bo'yicha jahon chempionati play-offini qilaman. Birinchi chorak final. Osh bilan sho'rva. Osh. Ikkinchi chorak final. Manti yoki xonim lag'monga qarshi. Xonim. Uchinchi chorak final. Shashlik qozon kabobga qarshi. Shashlik. To'rtinchisi somsa moshxordaga qarshi. Moshxorda. Okey. Endi yarim finalga o'tdik. Osh xonimga qarshi. Osh. Bu yoqda shashlik moshxordaga qarshi. Shashlik. Finalda osh bilan shashlik kim yetadi? Osh ustiga shashlikni qo'ysangiz mazali ketadi. Hozir Endi har bitta baribir O'zbekistonda yashab ketgan yo bo'lmasa yashayotgan odamdan so'rasangiz baribir osh bo'lsa kerak. Osh menimcha O'zbekistonning milliy taomlarining ichida eng mazalisi. Qancha davlatda o'ynagan bo'lsam, o'sha mehmonga chaqirganimizda ham shunaqa maza qilib yeyishardi. Shashlik ham endi nima deydi? Doimiy ravishda iste'mol qilib bo'lmaydi shashlikni. Me'dangizga tez tegib qoladi, lekin oshni doimiy ravishda iste'mol qilsa bo'ladi. futbolchidan bunaqa narsani gapirish eshitish xavfli bo'lsa kerak, san. Juda eng xavfli narsa osh bo'lsa kerak o'zi. Futbolchilar uchun eng xavfli qurol. Izohlarda bitta urush boshlaymizmi? Oshni qaysi biri eng yaxshi ko'rasiz? Oshni menga Samarqand oshi juda ham yoqadi. Bilmayman, oldinlari unchalik yoqtirmaganman, lekin qanaqadir Samarqand oshining mazasini o'sha Samarqandga borib yeganimizda, shunaqa yoqib qolgan. O'shandan keyin ko'proq Samarqand oshini iste'mol qilaman, lekin uyda vodiycha osh doim. Bizda Xitoyda anaqaga to'g'ri kelib qolganmiz. Hayitga to'g'ri kelib qolganmiz. Endi bizning urf-odatimiz bo'yicha Arafa kuni osh tarqatadi. Keyin osh qilganmiz, o'sha qozonni olib ketganmiz, guruch, sabzilarni bu yerdan olib ketganmiz. Osh qilib turib, qo'shniga chiqarsak, qo'shni nima bu degan. Mana shunaqa bizning urf-odatimiz shunaqa osh tarqatadi. Bu desak, g'alati qaraganda endi olib qolganda keyin ertasi kun chiqibdi. Qilib bergan guruchingni o'rgatmanga qanaqa qilishing debdi. Hali shunaqa mazali osh bo'lgan. Keyin o'shalarga o'rgatib qo'yganmiz. Qanaqa qilishni o'rgatib qo'yganmiz. Unaqa qila olmasa ham, lekin hali harakat qilardi, nimalar qo'shish kerakligini. Keyin sariq sabzi muammoda Xitoyda. Sariq sabzi muammo. O'sha har kelganda sariq sabzi, guruch qilib turib olib beradi. Saralash bosqichini qaysi o'yini yoki qaysi davridan boshlab mana bu safar biz chiqamiz degan xayol kelgan birinchi marta? Biz o'sha 3 ta o'yin adashmasam, 3 ta o'yinda Eron bilan necha o'ynaganmiz, ilk bor Qirg'izistonni yutib kelganmiz. O'sha Qirg'izistonni yutganimizdan keyin menda qanaqadir ishonch bo'lgan. Endi bari Qirg'iziston ham shunaqa haligi bizga shunaqa raqib ediki, ochko olib qo'yish ham noqulaylik tug'dirardi. Baribir qo'shnilar, prinsip bor, yutqazgingiz kelmaydi. Shunaqa xavotir ham bor. Endi qiyin o'yin bo'lgan. Birini 2-1 yutib turibdi, o'sha 2-2, 3-2 ga yutib ketganmiz. Keyin o'shandan keyin qanaqadir menda 100% chiqarganmiz deganman, chunki Xudo ham biz tarafda edi. Xudo o'sha o'yinda yo bo'lmasa boshqa o'yinlarni qaraydigan bo'lsak, qanaqadir omad berayotganda bizga, chunki Koreya bilan birinchi o'yin eslasangiz penalti bo'ldi, ura olmadi. Koreya bilan u yoqdagi o'yin o'shaning uchun ham qanaqadir ishonch bor edi. O'sha avlodam Masha Husanov, Shomurodov, Masharipov, Urunovlar avlodi kelmaguncha O'zbekiston tarixidagi eng kuchli avlodlardan biri deb hisoblangan. Jeparov, siz, Genrix, Denisov,
o'sha avlodlarni kimdir baribir taqqoslash yomon ko'radi-yu, hozirgi tarkibga u avloddan 3 ta o'yinchini kirgizib ko'rishga harakat qilsak, kimlar loyiq bo'lardi bu jahon chempionatiga borishga? Birinchi o'rinda Mirjalol Qosimov. Mirjalol Qosimov chunki o'sha o'zbek futboli deyilganda birinchi tilga olinadigan inson. O'zini o'sha o'yini bilan, o'zini liderlik qobiliyati bilan qo'ylarda doim ajralib turgan. Mirjalol Qosimov qo'ygan bo'lardim. Ikkinchisiga Nesirov qo'ygan bo'lardim. Nesirov chunki juda ko'p saralashlarda qatnashgan. Bunga haqli edi. Uchinchi o'ringa menimcha mendan so'rayotganligingiz uchun aytyapman. O'zim ham rosa borgim keladi, lekin uchinchi o'ringa Aleksandr Geynrix qo'ygan bo'lardim. Bu haligi jahon chempionatida o'sha muxlislarga yoqadigan uni harakatlari bor edi. O'sha harakatlar menimcha butun futbol muxlislariga yoqqan bo'lardi deb o'ylayman. Endi men O'tkir juda hurmat qilaman. Haqiqatan O'tkir olib chiqqan futbolchilardan biri oxirida. Endi biz Nestorovda o'sganmiz-da. Hali umumiy ishonib turaveradi-ku, o'shanaqa paytda o'sganmiz. Nestorov degan bo'lardim. Kecha menimcha o'yindan kelib chiqib, hali oyoqda juda ko'p o'ynashga to'g'ri keldi. Abduvohid turdi deb o'yladim. Ya'ni hozir terma jamoamizda ikki futbolchi, ikki darvozabondan biri tushsa ajablanmaymiz. Ya'ni rost mana birinchi raqamli, hali ikkalasi juda yaqin ekan bir-biriga. Nestorov bo'lganda, prime payti bo'lganda aniq birinchi raqamli bo'lardi, bo'ldi yopardi deb o'ylayman. Anzurni o'ylardim. Anzur juda ham muhim deb o'ylayman. Hozirgi 3 talikda agar jarohat olgan futbolchimiz bo'lganda va Anzur ham bo'lganda, Odillar orzu samarga yoshardi hozir. 3 ta futbolchi yopardi deb o'ylayman. Butunlay betonlarni. Keyin Odil. Men oldida bo'lganligi uchun aytmayapman. Hattoki bir marta endi Jalol aka bilan hali taqqoslashtirib urishadi-yu. G'alati. O'zlariga ham taqqoslashtirib ursa ham g'alati tuyulaman. Ko'p ko'ramanda nima o'ylar ekan bular deyman. Endi hamma biladi o'zi. Hamma biladi. Misol uchun biz muxlis sifatida, sharhlovchi sifatida emas, umumiy ham avlod bitta odamga havas, Maradonaga havas qilib o'sadi-yu, bitta katta avlod. Shunaqa havas qilib o'silganini hamma biladi-da. Jalol aka o'zlarining yurishlaridan ham, turishlaridan ham, gaplaridan ham bilinadi. Hali futbolga kelib qolsa ham boshqa, hali eng zo'r o'yinchilarga o'padi, eng zo'r o'ynaganligi ham boshqa odam gapira olmaydigan gapni Qosimov gapira oladi-da. Men ko'zim bilan ko'rganman. Futbolchilik paytlaringda o'ynamadilaring, endi o'ynalaring. Mana Havaskor turnirisi birov Sherali Jo'rayev gapirardi, misol uchun. San'atda. Lekin men aynan shu terma jamoamizga qo'shish masalasida Odil Ahmedov aytgan bo'lardim. Chunki Mirjalol Qosimov bor joyda butun o'yin qurilmay Qosimovga suyanib qolinadi. Suyanib ham qolingan. Men yana bitta savol bor-ku, hozirgi terma jamoa 8 ta bo'lmaganda agar yo'llanma, uni ham balkim berarsiz, men javob berib ketay. Shu 8 ta bo'lmasa, boshqa bo'lmasa, men o'ylaymanki, bularning avlodi 8 talikdan foydalanish mumkin edi 11-yilga, 14ga kelgan avlod. Lekin o'sha 6-yilga avlod men shundan ham foydalana olmasdi deb o'ylayman. Nestorov Qosimov odamlar muhokama qilganda, ularni oddiy qilib aytganda, ularning zo'rligida hech kimda shubha yo'q. Geynrixga kelganda yoki ko'pchilik uni juda yaxshi ko'radi, yoki ko'pchilik uni tushunmaydi. Menda shunaqa tuyulgan. Sizda boshqa intervyuda ham Geynrix sizga yoqishini eshitganman. U kishi nimasi bilan zo'r bo'lgan? Geynrix qo'ylada shunaqa qarorlar qabul qilardi. Bu oxiri gol bilan tugadi. Har bitta o'yinga chiqardikda aytardi menga. Bratan, ты беги, я тебя найду dedi. O'shanaqa bilan ko'rishinglar mumkin. Alayinga qarshi o'ynaganmiz, Liga Chempionov. Endi bitta gol qo'yib yubordik. O'sha bitta urdik. Keyin yana qo'yib yubordik. Yana urganmiz. O'sha o'yinda men hat-trick qilganman. O'sha o'yinga chiqib ketayotganimizda endi asosiy haligi liderlardan Geynrix, men, ya'ni bir ikkita futbolchilar bo'lardi, o'shalar hisoblanardi. Endi o'yinning natijasiga ta'sir qila olardi. Keyin o'shanda Geynrix aytgan, "Bratan, ты беги, я тебя найду" degan. O'sha o'yinni misol qilib ko'rsatsa bo'ladi-da. Men
to'p qolgan, men oldiga qarab chopganman, bitta bergan, deyarli 1-1 borib turib gol urganman-da. O'shanga bunaqa fikrlaydigan futbolchilar juda ham kam. Zo'r futbolist bo'lgan. San ham kelajakda o'sha jahon chempionatlarida qatnashadigan zo'r futbolist bo'lgan. Omad. Amin. Amin. Rahmat, bolam, rahmat. Sizga rahmat. Mazali bo'libdi andaqangiz. Salomat bo'ling. Yana kelamiz, xudo xolasa. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Kelamiz yana. Rahmat hamma. Charchananglar opajon. Sog' bo'linglar. Ko'rishamiz. Xo'p. Xudo xolasa kelamiz. Xo'p. Xo'p. O'zimizdan terma jamoadan boya gapirganimizdek yosh o'yinchilar ko'p. Jahon chempionatini juda ko'p skautlar kuzatishadi. Terma jamoadan keling. Terma jamoamizda hozirgi tarkibida 3 ta o'yinchini skautlarni radariga aniq tushadi degan o'yinchilaringiz qaysilar bo'lardi? Chet elga, katta top 5 balki chempionatlarga ketishga. Endi hozir aytadigan o'yinchilarim hozirgi paytda o'sha legioner sifatida o'ynab yuribdi. Legioner sifatida o'ynab yuribdi. Keling. Xotirga rahmat. Jahon chempionatini kuzatasizmi akajon? Kuzataman. Qanaqa kutilmalar sizda? Xudo xolasa chorak finaldan anaqa guruh bosqichidan chiqamiz deb o'ylaymiz. Chorak finalgacha boramiz deb taxmin qilyapmiz. Guruhda nechinchi o'rin olamiz deb o'ylaysiz? Guruhda katta ehtimol bilan ikkinchi o'rinni olib chiqamiz deb o'ylayapman. Birinchi o'yinimiz Kolumbiya, adashmasam. Shunaqa. Xudo xolasa Portugaliya bilan necha o'ynab, Kolumbiyaga qolgan Ekvador nima edi? O'sha Kongo bilan. bilan yutamiz degan umiddaman, xudo xolasa. Молодец. Nasib. Biz emas, xudo anaqa butun jamoamiz hammamiz podechkadamiz, xudo xolasa. Balet qilib turinglar, Xudo ha? xolasa qilamiz, aka. Rahmat to'xtagan. Salomat Sog' bo'ling, charchamang akajon. O'sha savolingizga qaytadigan bo'lsak, Aha. agar aytdim-ku, agar Husniddin Aliqulov bo'lganda birinchiga qo'ygan bo'lardim top 5 ta chempionatga o'tishiga. Abbos Fayzullayev bor. O'sha top 5 talikda o'ynash imkoniyat ko'proq. Uchinchi futbolchi qaysidir agar yoshlarga imkoniyat beradigan bo'lsa, oxirgi o'yinda jarohat olib qoldi. Behruz Karimov. Ha. Behruz Karimov o'sha legioner sifatida qaysidir to'pga o'tish imkoniyati bo'lardi deb o'ylayman. Endi jamoalar soni 48 ta bo'lgani bolalarga kattaroq bosim emasmi? Chunki hozir уже 32 ta emas, 48 ta bor. Demak, chiqish, guruhdan chiqish, play-offda qatqadir borish imkoniyati ko'proq. Endi bu qanaqa raqib tushishiga qarab. Bizning guruhimiz qiyin. Bizning guruhimiz qiyin, kuchli terma jamoalar, aytib o'tganimdek, tajribali futbolchilar, bunaqa turnirlarni ko'p ko'rgan futbolchilar, o'shaning uchun qiyinroq, lekin futbolda qilib bo'lmaydigan ishni o'zi yo'q. Agar harakat qiladigan bo'lsak, men o'ylayman, qaysidir komandalarga bosh og'riq bo'lishimiz kerak. Andijondamisiz? Andijonda aka. Futbolga qiziqasizmi? Ko'rib turamiz. Ko'rib turamiz. Men hozir maqtab kelayotgan vodiyda futbolga qiziqmaydigan odam o'zi yo'q. Alhamdulillah, keldi deb. Do'stlar, endi biz ham shu ish bilan tirikchilikdan o'sha yerga qoldikdan keyin. Jahon chempionatini kuzatasizmi? Shunaqa reja bormi? Xudo xohlasa kuzatamiz. Bu yoqqa kelganda haligi etlarim jimirlab ketadi. Haligacham, chunki shu birinchi kelganlarim esimga tushadi. Mana shu yerlarda tushib o'yinga tayyorgarlik qilganlarimiz. Mana baribir bu joyi tafti boshqacha-da. 1,5 soat oldin kelib o'tirardik shu yerda, sekin butsiylarni olib chiqib, tayyorgarlik qilib. Razdivalkada atmosfera, kayfiyat qanaqa bo'lardi? Kayfiyat endi hamma o'zicha tayyorgarlik qilardi. Haligi kimdirga jimlik kerak edi. Kimdir naushnik taqib qo'yib, o'sha payt ham ayniqsa o'sha genrixlar naushnik taqib olib, yo bo'lmasa legioner futbolchilar taqib olib tayyorgarlik qilardi. Razdivalkaning DJ bo'lmaganmi bu payt? Yo'q, u paytda bo'lmagan. U paytda bo'lmagan. U paytda boshqacharoq qaralardi. Bu narsa mumkin emasdi. O'shaning uchun individualniy o'sha yarim soat qolganda hamma o'sha o'yinga
haligi maksimalniy fokuslarni joyiga qo'yish kerak. Joyiga qo'yish kerak, tayyorgarlik qilish kerak, hamma narsani yig'ishtirilardi. Boshlardingiz shu yerda razminka qilishni. Hozir xuddi o'yinga chiqayotgandek o'zimizni tasavvur qilib chiqib ko'ramiz bir izdevалkadan. Davay deb chiqasiz. Shunaqa chiqasizmi? Siz birinchi chiqishga o'rganib qolgansiz. Endi mana chiqayotganda bolalarga chiqishdan oldin uyg'otib yuborish kerak-ku. Davay. Bugun yutishimiz kerak. Mana bunaqa haligi bir ikkita gaplarni aytardik. Mamiyatdan chiqqaningizdan keyin haligi muxlislarni ko'rardingiz, ishtiyoq yana kuchayardi. Bizlarni bolalarni tasavvur qilsak, birinchi o'yin Azteka stadioni, o'sha birinchi o'yin o'tadigan stadion, o'sha dunyodagi o'zi Meksika 3 ta jahon chempionati o'tkazgan birinchi davlat bo'lyapti-yu. Azteka stadioni katta o'yinlarni ko'rgan 80 mingdan oshiq muxlis sig'adi. O'shani tasavvur qilsa, maydonga chiqib kelayotganda 80 mingta muxlis ko'pi sizga qarshi. Siz ularni o'rnida bo'lganingizda bosim bilan uni qanaqa boshqarsa bo'ladi unaqa bosim? Biz jahon chempionatidamiz. Birinchi o'yin bizda jahon chempionati qanaqa bo'ladi, qanaqa futbolchilar o'ynaydi, bu haqida 100% ma'lumot yo'q. O'shaning uchun o'ylayman 10-15 minutda bolalar hammasi o'ziga kelib oladi. Meni fikrimcha, Kannavaroni o'zi terma jamoada bosh murabbiy bo'lishi bu bolalardan avtomatik tarzda bosim olib tashlaydi. Chunki Cannavaro nomi bor, jahon chempionatini ko'rgan, bu futbolchilar bilan qanaqa gaplashishni yaxshi biladi. O'sha 1-2 marta gaplashganimizda ham o'zini o'sha rejalarini aytdi, tayyorgarliklarini aytdi. O'zi ham bilib turibdi, haligi hamma bosim o'ziga tushin. O'shaning uchun Cannavaroni borligi menimcha bu boshqa terma jamoalarni bizga hurmatini yanada oshiradi. Cannavaroning borligi bu bolalardan ancha bosim olib tashlaydi. Bu haligi plyus taraflari ko'p deb o'ylayman. Muxlislarga o'sha aytganimdek, hali jahon chempionati boshlangani yo'q. Ko'pchilikda balki rostdan kutilmayam adekvat bo'lishi mumkindir. Birinchi jahon chempionatimiz, tajriba yig'ib kelishimiz kerak, muhitni sezib, o'rganishimiz kerak, tanishishimiz kerak. Sizlar o'zingizlar ekspert, sobiq futbolchi, hozir futbolda ish olib borayotgan odam sifatida muxlislarga qisqa bitta mesej qanaqa bo'lardi sizlardan? Endi jahon chempionati to'g'risi muxlislar to'g'ri tushunib, birinchi marta bu Osiyo chempionati emasda. Bunda Cannavaro ham aytdi, bir hozir ham Odil ham aytayapti, yorqin bir xotira qoldirib keladi degan umiddaman. Hamma shu gapni aytib turibdi. Jamol aytdi, yorib tashab, hujumkor o'ynab, nima bo'lsa ham bir esda qoladigan, qo'rqmagan jamoa bo'lib kelsin, baribir chempion bo'la olmaymiz-ku dedi. Guruh ko'rib turibmiz. Deylik hozir Qatar o'rnida bo'lganimizda, Shveysariya kimdirlar bilan unda hozir mana bundan ochko olamiz, hisob-kitob qilamiz. Hozir nimani hisob-kitob qilamiz? Men tushunmayapman. O'zi real voqelikda. Mana shuncha gap aytib turibdi. Portugaliya bilan ikkinchi turda o'ynaymiz. Hali ochko yo'qotsa yoki o'ziga kelib oladigan paytda yanada kuchli raqib bilan o'ynaymiz. Xuddi men hozirgi o'rtoqlik o'yinlari ham shunaqa tanlangan shekilli. Kanada va davomida Niderlandiya kuchliyiz. Usluban ham kuchli va futbolchilar ham kuchliroq baribir. Yillar davomida futbol mamlakati. Guruhimiz ham shunaqaroq. Bitta uchinchisi o'sha Kongoga o'xshaganini topmaymiz xolos. Men o'ylayman, jahon chempionati bo'lgani uchun hali tushungan muxlislar to'g'ri qabul qiladi. Haqiqatan ham biz hozir anaqamiz guruhimiz juda ham kuchli. Biz uchun o'lim guruhi. O'lim guruhi. Mana olib qarasangiz, polfinal, final desa ham bo'ladi. Lekin hozir aytib o'tilgandek, hali ijobiy, hali dastoyniy qatnashish kerak-da. Dastoyniy, hech qanaqa bosim yo'q futbolistlarda. Hech qanaqa bosim yo'q. Dastoyniy qatnashadigan bo'lsa, hali chiroyli o'ynaydigan bo'lsa, misol bugun ikkinchi taym uchun muxlislarda anaqa bor, e'tiroz bor. Agar dastoyniy o'ynab yutqazish ham ikki xil uslubi bo'ladi-da. Hali zo'r o'ynaysiz, yutqazasiz, lekin polni o'yiningiz umuman o'xshamaydi, yutqazasiz-da. O'shaning uchun ijobiy natija bo'ladigan bo'lsa, guruhdan chiqadigan bo'lsa, bu hamma uchun syurpriz bo'ladi. Hamma xursand bo'ladi. Lekin chiqa olmaydigan bo'lsa ham
menimcha ijobiy fikr qoldirish kerak. Cannavaro matbuot anjumanida shu savol berilganda menga asosiy vazifa, yuklatilgan vazifa Osiyo chempionatida yaxshi qatnashtirish dedi. Chunki unda real o'ylasang, u olib chiqmadi-yu jahon chempionatiga. U ishtirok etmadi-ku, baribir bu jarayonda boshqalar ishtirok etdi. Unga yuklatilgan vazifa bularni o'sha jahon chempionatida munosib qatnashtirib, Osiyo chempionatiga yaxshi tayyorlash va u yerda chempion bo'lsak bo'ladi dedi. Ya'ni katta va'dani berdi. Rostdan ham bo'ladi. Chunki jahon chempionatiga chiqqan jamoadan endi oldingilarga qaraganda ko'proq narsa kutsa bo'ladi. Bu normal holat, muxlislik tomonidan ham aytaylik. Lekin hozir o'ylashimcha, mana Niderlandiyadan keyin ko'ramizda, shu o'yin agar sal yorqinlik beradigan bo'lsa, futbolchilar o'zi ham kayfiyati va chiroyli gap gapirdi hozir. O'yindan o'yingacha-da-yu. Muxlis ham shu, o'yindan o'yingacha. So'kib o'tirgan o'yinchi ertasiga qahramonlik qilsa, undan zo'r o'yinchi yo'q. Futbol shunaqa o'zi. Faqat o'sha kun bilan yashab qolmaslik kerak. Hozir Odil akani futbol akademiyalaridamiz. Akademiyada eng katta muammolardan bittasi, bilaman sizda hozir faqat akademiya, klub yo'q. Akademiyadan klubga yetkazib berish. O'sha bosqichda ko'p iqtidorli yo'qolib ketishi mumkin. Ko'p o'zini yaxshi ko'rsatayotgan bolalar keyinchalik nima qilishni bilmaslik. Shunaqa ko'p vaziyatlar bo'ladi. Siz akademiyada bu bilan qanaqa ishlaysiz? Endi bilasizmi, bu hamma narsa bir-biriga bog'liq narsalar-da. Bir-biriga bog'liq narsalar. Professional futbolga o'tish qiyin. Chunki hech qaysi murabbiy akademiyadan futbolchi oldi, ertaga uni asosiy tarkibga qo'yishim kerak demadi. Uni oladi, ba'zi trenerlar qo'yadi, ba'zi qo'ymaydi. O'sha qanaqa trenerga tushishiga bog'liq. O'shaning uchun biz harakat qilamiz. Hali futbolchiga mos murabbiy, ayniqsa o'sha futbolchi o'yin amaliyotiga ega bo'lishi juda ham muhim. Agar yaxshi futbolchilar bo'lgan, o'sha o'zimizning davrimizda ham yaxshi futbolchilar bo'lgan, o'ziga mos murabbiyga tushmagan, o'ziga mos klubga tushmagan, shu bilan yo'q bo'lib ketgan. Bu juda ham muhim narsa, lekin baribir oxiri kelib taqaladigan narsa futbolchining o'zini ko'rsatish. Siz akademiyada 2009-yil eng yoshi kattasi bo'lsa, men yo'da juda kichkina bolalarni ham ko'raman. O'sha boya sonni so'radim. Taxminan 1000 ta bola chiqadimi? Yo'q, 1000 tacha chiqmaydi. 1000 ta chiqmaydi. Bir 400 ta, 450 ta bor. Bunaqa akademiyani ushlab turishga qancha mablag' kerak bo'ladi? Akademiyaning sodержанияsi uchun bugungi kunda o'sha 100 million, ba'zida 150 million oyiga pul ketadi. Asosan nimaga ketadi bu pul? Trenerlarning oyliga, bugungi kunda birinchi ligada o'ynayotganmiz. Birinchi liga, qolaversa O'zbekiston chempionati bo'ladi. Har yakshanba o'sha shahar chempionatida o'ynaydi bolalar. O'shalar uchun, yo'l kirasi uchun, trenerlarning oyligi, ba'zida haligi bizda ko'proq sharoiti yo'q bolalar ham bor-da. Ularga o'sha butsi olib berishga shunaqa rasxodlarimiz bor. Siz karyerangiz davomida O'zbekistonni eng katta klublaridan biri Paxtakorda o'ynagansiz, Rossiya klublarida o'ynagansiz, Xitoyda o'ynagansiz. Ko'rgan eng zo'r akademiya qaysi birida bo'lgan? Krasnodarda bemalol ayta olaman, chunki o'sha Krasnodarni ko'rganimda menda xohish bo'lgan. O'sha Krasnodarda o'ynagan futbolchilar biladi, kontrakt qo'ygan borganimizda akademiyaga borib turib kontrakt qo'yganmiz, keyin o'sha akademiyada aylantirib chiqadi. Endi uni sharoiti O'zbekistonda emas, Rossiyada olganda ham juda ko'p klublarda yo'q unaqa sharoit. O'sha vaqtda Sergey Galitskiy bilan gaplashganimizda, u intervyularda ham aytgan, hali shunaqa davr keladi. Akademiyaning futbolchilari o'sha Krasnodar asosiy tarkibda o'ynaydi. Mana o'tgan yil guvoh bo'ldik. Deyarli 11 kishi o'sha akademiyadan chiqqan bolalar. Bu o'sha vaqtda to'g'ri yo'lga qo'yilgan sistema bugungi kunda o'zini oqlayapti. O'shaning uchun Krasnodar akademiyasi menimcha o'sha dunyoda eng yaxshi akademiyalardan bittasi bo'lsa kerak. Boshqa bitta klubingiz to'g'risida, Anjey. U klub yo'q bo'lib ketdi. Bunaqa xabar eshitganingizda o'zingizni qanaqa his qilasiz? Siz o'ynagan klub, shuncha yilingizni u klubga bag'ishlagansiz, lekin baribir o'sha kimdir xatolari sababchi bo'lgan bunga. Endi u klub
agar Krasnodar bilan taqqoslasangiz, Krasnodarda o'sha sistema bor. Bu klubda misol klub rahbariyati futbolga tushunmasdi, lekin o'sha mahal sarmoya kiritishgan. Sarmoya kiritishganda bir kunda hamma narsa o'zgarib ketgandi. Bizda sharoit yaxshi, Moskvada yashaymiz. Har kuni har o'yinga samolyotda borib kelamiz. Hamma zo'rda bir kuni kelishdida aytishyapti, hammanglar kim ketmoqchi bo'lsa komanda topsa bo'ladi deb bir kunda tugagan Anjin tarixida. Endi juda qattiq ta'sir qilgan. O'shandan keyin hamma futbolchilar, kuchli futbolchilar klublarga tarqalib ketgan. Demak, o'sha xabarlar Eto'o to'g'risida ko'p gapirishardi. U Maxachkalada yashamaydi, Moskvada yashab, o'zini emas, klub unga bergan shaxsiy samolyotda uchib borib keladi. Demak, bu narsa butun jamoada bunaqa imkoniyat bo'lgan. O'zi boshdan o'sha kontrakt tuzayotganimizda, men kontrakt tuzayotganimda ham endi birinchi o'sha vaqtda trener Gaji Gajiyev edi. Telefonda gaplashganimizda aytgan, Moskvada yashaymiz, Roberto Carlos keladi, endi kuchli futbolchilarni olish hozir переговорlar ketyapti degan. Keyin shu bilan Moskvada yashaganmiz. O'yinga borardik, agar orada FIFA kuni yo dam bo'ladigan bo'lsa, o'sha Maxachkaladan o'zini samolyotlarga o'tirib hammasi uyiga ketadi. Siz o'sha super yulduzlar, Hulk yoki Anjida Roberto Carlos Eto'olar bilan o'ynaganingizda siz ham O'zbekistondan Rossiya chempionatiga borib qolgan. Undan oldin bunaqa tajriba bo'lmagan. Sizni bundoq ko'zlaringiz katta ochgan, qanaqadir dunyo qarashingizni o'zgartirgan shunaqa hodisalarmi, nimadir esingizda bormi shunaqa narsa? Etga chiqqaningizda shu narsa o'zgargan sizda? Endi baribir bitta davlatga o'tganingizdan keyin u davlatni madaniyatini o'rganasiz. Baribir odamlarni o'rganasiz. Qanaqa o'zini tutyapti futbolchilar, o'shani o'rganasiz. Men juda ko'p narsa o'rganganman-da. Juda ko'p narsani o'rganganman. O'sha poylada baribir nima uchun o'zbeklar kam o'ynab ketadi? O'sha oldin Rossiyada ham kam o'ynashgan, legioner bo'lib ham kam o'ynab ketadi. O'zbeklarda baribir o'zbekchilikka boramiz-da. Hali hurmat, e'tibor, ehtirom degan narsalar bor. Bu narsani umuman chekkaga surib qo'yish kerak. Maydonga chiqqanda umuman chekkaga surib qo'yish kerak. O'sha maydonda ko'ryapman, maydondan tashqarida hurmatingiz joyiga qo'yadi, lekin maydonga tushib ular jang qiladi, kerak bo'lsa haligi qo'rqmaydi, o'ziga oladi, yo'qotsa ham haligi risk qiladi. Shunaqa narsalari men o'sha chiqardimda o'yinni ko'rib turib, nima uchun men qila olmayman shu narsani? Men hozir yo'qotsam yo bo'lmasa o'sha risk qilib pas beradigan bo'lsam, oldirib qo'ysa gol urdi. Nima bo'libdi? Men shu o'zim haligi psixologik podдержка berib, mana qilib chiqib ketardim-da. Keyin chiqib men ham poylada urushardim. O'zimizni haligi komanda bo'lsa ham, chunki baribir qaysidir joyda haligi men deb ko'rsatib qo'yishingiz kerak-da. Sizda adashmasam Eto'o bilan tortishuv bo'lgan, Anjida. Eto'o bilan tortishuv bo'lgan. O'sha Eto'o bilan tortishuv bo'lganini eslayman. Borganman-da, Eto'o turibdi, endi o'zim ham gol urgim kelgan. Olganman, tepganman. Maydon tashqarisidan, korobka tashqarisidan tepgansiz-da? Ha, korobkaning tashqarisidan tepganman. Ozgina qiyshiq ketgandi, menga qarab baqirgandi. O'sha ataka bu yoqqa ketyapti. Ikkalamiz turib olib bir-birimizga qarab, men o'zimni tilimda, u o'zining tilida hali so'kib yotdi-da. Keyin birinchi taym tugagan, men o'ylaganman bo'ldi deganman. Meni karyeram Anjidagi karyeram tugadi deganman-da. Chunki Eto'ning vazni shunaqa bo'lganmi klubda? Eto'ning vazni shunaqa bo'lgan. Klubda u hali nimalardir o'zgartirishga qodir futbolist bor edi, chunki uni eshitishadi. Keyin o'sha birinchi taymdagi chiqqanman, bo'ldi, hozir men zamina qiladi deyapman, shu bilan tugadi deb turibman-da. Keyin Eto'o shundoq kelgan-u, "Davay" degan, "Men degan senga o'xshagan futbolchilarni yaxshi ko'raman" degan. Hali poylada urushadigan, janjal qiladigan, hali azartli futbolchilarni yaxshi ko'raman. "Davay. Birga o'ynaymiz" dashi degani shu keyin aloqamiz yaxshib ketgan. Odil aka bilan trenirovka qilamiz. Odil akaga challenge'lar tayyorlaganmiz. Endi Odil akani challenge qila olmaymiz-ku. Men uchun challenge bo'ladi. Nima challenge'lar bor endi?
Challenge bo'yicha 3 ta variant bor. Ikkitasini aniq qilsak bo'ladi. Birinchisi crossbar challenge qilamiz. Endi ikkalamiz har xil, siz qilsangiz bir 3 tadan tepib ko'ramiz, kim qancha teqizishini. Bu соревнование emas endi, соревнование bo'la olmaydi ham. Ikkinchisi, agar sizga ma'qul bo'lsa, mana ko'zni yopadigan olib kelganmiz. Penalti tepamiz. Sizni ko'zingizni yopib qo'yamiz. Ko'ramizmi? Bo'ldi. Bo'ldi. Videoga tushdimi bu narsa? Men chap oyoq tepaman. Mayli, mayli. Uy! Hop. Ay! Testiga-yu bunisi. Odil aka ko'zingizni yumib, yopiq. Okey. Kopto naryoqqa uchib ketdi, gol bo'lmadi. Ha. Siz yaxshilab tromka qilibsiz-da. Oldinglar. Okey, bilmadim. Ko'zingizni yumib ham qo'ydim. Oyoqni boylab qo'yish kerak deyman buni. Ko'zingizni yumib chap oyoqda teping endi. Darvozabon aterib qo'yib qo'ygansan. Yutqizib bo'ldi, mayli hozir tepaman. Shuni bo'pti, anaqa sizga imkoniyat. Shuni ursangiz necha? Xohlasangiz men turaman. Turing. Bilmayman, bu yengilroq bo'ldimi yoki teskarisimi hozir? Aka tashlanmadingiz-ku. O'qidingizmi prosta? Prosta o'qidim. Oxirgisi. Bu bratar уже bildi. Men turib ko'ring, qarshimasiz? Siz turing. bo'lmasa. Bunaqa darvozada hech turmaganman. Shuni olsangiz yutdingiz. Oyoq uzilmasligi kerak liniyadan. G'alaba. Challenge yopiq. Menimcha shu 30 yoshga kelib bunaqa hali maslahatni olmaganman. 1,5 soat o'zida ko'p narsa o'rgandim. Odil aka, rahmat. Salomat bo'ling. Tamam. Odil akaning shu dastxati tushgan mana shu 3 ta sovg'a, bundan tashqari bizning partnyorimiz Yandexdan bitta Alisa stansiyasini bitta g'olib olib ketishi mumkin. Bu hamma yutuqlarni olish uchun kommentariyda O'zbekiston terma jamoasi safida mundiallar tarixidagi birinchi gladiatorning ismini yozib qoldirishingiz kerak. To'g'ri yozgan odamlarning ichidan biza randomizer orqali bitta g'olibni aniqlab, shu hamma sovg'alarni yetkazib beramiz. Bizning vlogimiz sizga yoqayotgan bo'lsa, Like, podpiska sizlardan kutamiz. va izohlarda Odil aka to'g'risida yoki umuman terma jamoasi va jahon chempionati to'g'risida har xil fikrlarni yozib qoldiringlar. Video yoqqan bo'lsa ham albatta izohlarda yozib bizani qo'llab-quvvatlashingiz juda muhim bu videoni ko'proq odam ko'rishi uchun.